Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi ma'lumot pensionerlar, nafaqa oluvchilar, keksalarimizning farzandlari va ularga qaraydigan yaqinlari uchun juda muhim. Men buni bejiz albatta bilish kerak deb aytayotganim yo'q. Chunki ayrim hollarda odam o'z pulini vaqtida ishlatmagani, tekshirmagani yoki qo'ydani bilmagani sababli muammoga duch kelishi mumkin. Ayniqsa o'tbu avgustgacha ishlatilmagan pullar kuyadi degan gap odamlar orasida ko'p tarqalayotgan bo'lsa, buni aniq tushunib olish kerak. Qaysi pul haqida gap ketmoqda, kimga tegishli, kim xavotir olishi kerak, kim esa bemalol bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, onangiz, otangiz, buvingiz, bobongiz nafaqa olsa, bu videoni ularga ham tushuntirib bering. Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing, chunki men bu yerda oddiy odam tushunadigan tilda pensiya, nafaqa to'lovlar va hujjatlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni tushuntirib boraman. Endi masalaning o'ziga o'tamiz. Avvalgi tartibda ko'pchilik pensiya yoki nafaqasini oylik tarzda olardi. Kimdir bank kartasiga, kimdir naqd pul ko'rinishida pochta yoki maxsus xizmat orqali. Odamlar odatda pul tushgandan keyin uni xohlagan vaqtida ishlataman deb o'ylaydi. Lekin ayrim to'lovlarda, ayniqsa maqsadli berilgan yordam pullari, kompensatsiyalar, subsidiya yoki maxsus ijtimoiy to'lovlarda foydalanish muddati bo'lishi mumkin. Ya'ni davlat yoki tashkilot pulni ma'lum maqsadda beradi. Ammo u pul belgilangan muddatgacha ishlatilmasa, qaytarilishi, bloklanishi yoki keyingi davrga o'tmasligi mumkin. Shu joyda eng muhim narsani alohida aytaman. Oddiy pensiya pullari bilan maqsadli yordam pullarini aralashtirib yubormaslik kerak. Har oy chiqadigan qarilik pensiyasi, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bank kartangizga tushgan bo'lsa, odatda u sizning shaxsiy mablag'ingiz hisoblanadi. Siz uni bugun ishlatasizmi, ertaga ishlatasizmi, bir oy saqlaysizmi? Bu sizning tanlovingiz. Lekin ayrim toifalarga beriladigan alohida to'lovlar bor. Masalan, kommunal to'lov uchun kompensatsiya, oziq-ovqat yoki dori-darmon uchun ajratilgan ijtimoiy yordam, bayram puli, moddiy yordam, mahalla orqali berilgan maqsadli mablag', karta yoki elektron hamyon orqali tushgan maxsus to'lov. Mana shunday to'lovlarda muddat masalasi paydo bo'lishi mumkin. Ko'p odamlar puling kuyadi degan gapni eshitish bilan vahimaga tushadi. Men ekspert sifatida sizga aytaman, birinchi qiladigan ish vahima emas, aniqlashtirish. Qaysi pul, qaysi sanagacha, qaysi tashkilot bergan, kartaga oddiy pensiya sifatida tushganmi yoki alohida yordam sifatidami? Pul bank hisobida turibdimi yoki maxsus ijtimoiy karta, voucher yoki cheklangan hisobdami? Ana shu savollarga javob topilsa, muammo aniq bo'ladi. Endi batafsil tushuntiraman. Agar siz har oy pensiya olsangiz va pulingiz oddiy bank kartangizga tushsa, masalan 20 milyon 200 ming so'm, 1 milyon 800 ming so'm yoki 2 milyon 500 ming so'm, bu pul sizning pensiyangiz. Siz uni karta orqali do'konda ishlatishingiz, naqdlashtirishingiz, kommunal to'lovga yo'naltirishingiz yoki bankda qoldirishingiz mumkin. Oddiy pensiya kartada qoldi deb o'ttim avgustda kuyib ketadi degan umumiy qoida odatda pensiya nisbatan ishlatilmaydi. Lekin shunga qaramay, kartangizda pul turgan bo'lsa, uni muntazam tekshirib turish kerak. Chunki karta muddati tugashi, SMS xabarnoma o'chishi, bank ilovasi ishlamasligi, qarzdorlik bo'yicha yechim kerak bo'lish kabi holatlar uchrashi mumkin. Masalan, bir pensioner opamiz har oy 1 milyon 700 ming so'm pensiya oladi. U pulini ishlatmay kartada yig'ib boradi. 3 oyda 5 milyon so'mdan oshiq pul yig'iladi. Bu pul oddiy pensiya bo'lsa, u opamizniki. Lekin karta muddat tugab qolsa yoki karta bloklanib qolsa, opamiz pulim kuyib ketdi deb o'ylashi mumkin. Aslida pul kuygan bo'lmaydi, bank hisobida turadi. Uni olish uchun bankka pasport yoki ID karta bilan borib, yangi karta ochtirish yoki hisobdan pul yechish kerak bo'ladi. Endi ikkinchi holatni olaylik. Bir bobomizga pensiyadan tashqari ma'lum bir davr uchun 400 ming so'm kommunal kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam ajratildi deylik. Bu pul oddiy pensiya emas, maqsadli yordam bo'lishi mumkin. Agar shartda falon sanagacha ishlatiladi deb yozilgan bo'lsa, masalan 30 avgustgacha, unda bobomiz bu pulni vaqtida ishlatish kerak bo'ladi. Aks holda mablag' qaytarilishi yoki foydalanish imkoni yo'qolishi mumkin. Bu yerda kuyadi degan so'z xalq orasida aytilayotgan ibora, huquqiy tilda esa amal qilish muddati tugaydi. Mablag' qaytariladi, to'lov bekor qilinadi, foydalanilmagan qoldiq hisobdan yechiladi deyilishi mumkin. Uchinchi holat. Pensionerning farzandi yoki nabirasi kartani olib yuradi. Ota-ona pensiya tushganini ham
qo'shimcha yordam kelganini ham bilmaydi. Farzand keyin ishlatamiz deb qo'yadi. Agar bu oddiy pensiya bo'lsa, katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin maqsadli yordam bo'lsa muddat o'tib ketadi. Shuning uchun men doim aytaman, pensionerning kartasi pensionerning o'z nazoratida bo'lishi kerak. Agar salomatligi tufayli o'zi yurishga qiynalsa, yaqinlari yordam berishi mumkin. Lekin har bir tushum haqida pensioner xabardor bo'lishi shart. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, oxirgi oylarda pensiyadan tashqari qo'shimcha pul olganlar. Ikkinchidan, mahalla, hokimlik, ijtimoiy himoya organlari, bandlik yoki boshqa tashkilot orqali moddiy yordam tushganlar. Uchinchidan, maxsus karta yoki ijtimoiy to'lov kartasi orqali pul olganlar. To'rtinchidan, telefoniga SMS kelgan, lekin mazmunini tushunmagan pensionerlar. Beshinchidan, farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda bo'lib, kartani uzoq vaqt tekshirmagan keksalar. Kim haddan tashqari xavotir olmasligi mumkin. Faqat oddiy pensiyasini olayotgan, kartasini ishlatayotgan, bankdan SMS kelib turgan, tushumlar va xarajatlarni bilib yurgan pensionerlar. Lekin bunday odamlar ham tekshirishni unutmasin. Chunki muammo ko'pincha pul tushganini bilmaslikdan, karta ma'lumotini tekshirmaslikdan, telefon raqami eskirib qolgandan yoki bank xabarnomasi o'chib qolgandan kelib chiqadi. Keling, yana aniq misollar bilan ko'rib chiqamiz. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi pensioner 2 million so'm pensiya oladi. Avgust oyida unga pensiyadan tashqari 300 ming so'm yordam tushdi. U bankomatdan 2 million so'mni yechib oldi, lekin 300 ming so'mni sezmay qoldi. Agar bu 300 ming so'm oddiy hisobda tursa, keyin ham olish mumkin. Ammo bu maqsadli yordam bo'lib, 3 avgustgacha ishlatish sharti bo'lsa, muddatdan keyin foydalanib bo'lmasligi mumkin. Demak, birinchi vazifa umumiy balansni emas, tushum turini aniqlash. Yana bir misol. Bir pensioner buvimizning kartasiga 1 million 500 ming so'm pensiya tushadi. U har oy oziq-ovqat, dori-darmon va kommunal to'lovlar uchun sarflaydi. Avgust oxiriga qadar kartada 600 ming so'm qoladi. Bu 600 ming so'm uning pensiyasidan qolgan shaxsiy mablag' bo'lsa, 30 avgustda tugadi deb qo'rqmaslik kerak. Lekin agar u 600 ming so'm alohida yordam sifatida ajratilgan bo'lsa, tekshirishi lozim. Demak, bitta kartadagi hamma pul bir xil huquqiy maqomga ega bo'lmasligi mumkin. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin juda muhim nuqtalarni tushuntiraman. Birinchi nozik joy. Karta balansida pul bor degani har doim ham pulni istagancha ishlatish mumkin degani emas. Ayrim kartalarda maxsus cheklovlar bo'lishi mumkin. Masalan, faqat ma'lum do'konlarda, faqat ma'lum xizmatlar uchun, faqat belgilangan muddat ichida ishlatiladigan mablag'lar bo'ladi. Odam esa uni oddiy karta deb o'ylab yuradi. Ikkinchi nozik joy telefon raqami. Ko'p pensionerlar kartani olgan paytda bir raqam ko'rsatgan, keyin raqamni almashtirgan. Bank SMS xabarnomasi eski raqamga ketadi. Natijada odam pul tushganini bilmaydi, farzandi ham bilmaydi. Muddatli yordam bo'lsa, vaqt o'tib ketadi. Shuning uchun bankdagi telefon raqamingiz yangimi, siz ishlatayotgan raqammi? Albatta tekshirish kerak. Uchinchi nozik joy, karta muddati. Bank kartasida amal qilish muddati yozilgan bo'ladi. Masalan, 1224, 1925 kabi. Karta muddati tugasa, do'konda ishlamasligi mumkin, bankomat pul bermasligi mumkin. Odam pulim yo'q bo'libdi deb o'ylaydi. Aslida hisobdagi mablag' saqlanadi. Faqat kartani yangilash kerak. Lekin agar shu paytda maqsadli mablag' muddati ham tugab qolsa, uni ishlatish imkoniyati kamayadi. To'rtinchi nozik joy. Qarzdorlik va majburiy undiruv. Ba'zi pensionerlarning kredit qarzi, aliment, sud qarori yoki boshqa majburiy to'lovi bo'lishi mumkin. Qonunchilikda pensiya va nafaqadan ushlab qolish masalalari alohida tartibga solinadi. Har qanday ushlab qolish ham to'g'ri bo'lavermaydi. Miqdor chegaralari bo'lishi mumkin. Agar kartangizdan pul yechilib ketayotgan bo'lsa, kuydi deb o'ylamasdan bankdan ko'chirma oling, kim yechganini, qaysi asosda yechilganini so'rang. Agar xatolik bo'lsa, shikoyat qilish mumkin. 5-chi nozik joy, ishonchnoma. Pensioner o'zi yura olmasa, farzandiga yoki yaqiniga ishonchnoma beradi. Bu yaxshi va qonuniy yo'l. Lekin ishonchnoma bilan pul olayotgan odam ham mas'uliyatni tushunishi kerak. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'rganman. Farzand kartani o'zida saqlaydi, ota-onasiga qancha pul tushganini aytmaydi. Qo'shimcha yordamni ham ishlatmaydi yoki noto'g'ri sarflaydi. Bunday holat oilaviy nizoga ham, huquqiy muammoga ham olib kelishi mumkin. Pensionerning mablag'i avvalo pensionerning ehtiyoji uchun ishlatilishi kerak. Dori, oziq-ovqat, kiyim, kommunal to'lov, tibbiy ko'rik parvarish. 6-nozik joy.
Hamma aytyapti degan gapga ishonish. Mahallada kimdir eshitadi. Ijtimoiy tarmoqda kimdir yozadi. 4 avgustgacha ishlatmasang kuyadi degan xabar tarqaladi, lekin hujjat ko'rsatilmaydi. Men sizga maslahat beraman. Har qanday xabarni rasmiy manbadan tekshiring. Bankka qo'ng'iroq qiling. Pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya organiga murojaat qiling. Mahalla mas'ulidan yozma yoki aniq tushuntirish so'rang. Og'zaki gap asosida vahima qilish to'g'ri emas. 7-nozik joy, pulni shoshilib noto'g'ri joyga sarflash. Ba'zi odamlar kuyib ketmasin deb kerak bo'lmagan narsani sotib oladi. Masalan, dori kerak bo'lmasa ham dori oladi. Uyda yetarli oziq-ovqat bo'lsa ham yana ortiqcha oladi. Keyin pul yetmay qoladi. Agar haqiqatan ham muddatli mablag' bo'lsa, uni oqilona ishlatish kerak. Birinchi navbatda zarur ehtiyojlar: non, un, yog', go'sht, dori, kommunal qarz, telefon aloqa, tibbiy xizmat, gigiyena vositalari. Shunchaki pul qolmasin deb foydasiz xarajat qilmang. 8-nozik joy, muddat kuni. Agar 30 avgustgacha deyilsa, odamlar ba'zan 30 avgust kuni kechqurun ham bemalol ishlataman deb o'ylaydi. Lekin tizimlarda texnik yopilish vaqti bo'lishi mumkin. Masalan, 30 avgust kuni soat 18 dan keyin operatsiya o'tmasligi yoki bank tizimi kechikishi mumkin. Shuning uchun muddatli mablag'ni oxirgi kungacha qoldirmaslik kerak. Eng xavfsiz yo'l 25-28 avgustgacha tekshirib, zarur bo'lsa ishlatib qo'yish. Endi sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, kartangiz balansini tekshiring. Bankomat orqali, bank ilovasi orqali, SMS orqali yoki bank filialiga borib tekshirish mumkin. Agar o'zingiz ilova ishlatmasangiz, ishonchli farzandingizdan yordam so'rang. Lekin parol, PIN kod va SMS kodni begona odamga bermang. Hatto o'zini bank xodimi deb tanishtirgan odam telefon orqali kod so'rasa ham bermang. Bank xodimi hech qachon sizdan SMS kod yoki karta PIN kodini so'ramasligi kerak. Ikkinchi qadam, tushumlar tarixini oling. Faqat balansni bilish yetarli emas. Masalan, kartada 800 ming so'm bor. Bu pul qayerdan kelgan? Pensiyami, yordam, kompensatsiyami? Bankdan hisob ko'chirmasi so'rang. Unda sana summa va to'lov manbasi ko'rinadi. Agar tushumnomi tushunarsiz bo'lsa, bank xodimidan izoh so'rang yoki to'lovni yuborgan tashkilotga murojaat qiling. 3-qadam, agar pensiyadan tashqari pul tushgan bo'lsa, uning shartini aniqlang. Mahallaga boring. Ijtimoiy xodimdan so'rang. Tuman pensiya bo'limi yoki ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Savolni aniq bering. Menga falon sanada falon summa tushgan. Bu oddiy pensiyami yoki maqsadli yordammi? Bu pulni qaysi sanagacha ishlatishim kerak? Ishlatmasam nima bo'ladi? Qaysi maqsadga ishlatish mumkin? Mana shu savollarni bersangiz aniq javob olasiz. 4-qadam, hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Odatda sizga pasport yoki ID karta, bank kartasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u telefon raqamingiz kerak bo'lsa, ishonchnoma kerak bo'ladi. Agar pensioner o'zi bora olmasa, qonuniy vakili yoki ishonchnoma olgan yaqinlari borishi mumkin. Lekin vakil ham hujjat bilan borishi shart. Men o'g'liman yoki men qiziman degan gapning o'zi bank yoki davlat organida yetarli bo'lmasligi mumkin. 5-qadam, agar karta ishlamasa, bankka boring. Karta bloklanganmi? Muddati tugaganmi? PIN kod noto'g'ri kiritilganmi? Hisobda cheklov bormi? Bularni bank aniqlaydi. Bankdan og'zaki bo'lmaydi degan javob bilan qaytmang. Sababini so'rang. Agar muammo jiddiy bo'lsa, yozma ariza qoldiring. Arizada quyidagicha yozish mumkin. Mening pensiya kartamdagi mablag'lardan foydalanishda muammo yuzaga keldi. Hisobimdagi mablag' manbasi, qoldiq summasi. Cheklov mavjud yoki mavjud emasligi haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Bu oddiy lekin foydali ariza. 6-qadam, maqsadli yordam muddati bo'lsa, reja tuzing. Masalan, 500 ming so'm 3 avgustgacha ishlatilishi kerak. Avval uyda nima kerakligini yozing. 2 ming so'm dori, 7 ming so'm elektr yoki gaz, 200 ming so'm oziq-ovqat, 7 ming so'm gigiyena vositasi. Shunda pul foydali ishlatiladi. Agar do'konda karta o'tmasa, qaysi savdo nuqtalarida ishlashi mumkinligini so'rang. Ba'zan maqsadli mablag' faqat hamkor do'konlarda ishlaydi. 7-qadam, pulingizdan kim foydalanayotganini nazorat qiling. Agar kartani farzandingiz ushlab tursa, undan har oy hisob bering deb so'rash uyat emas. Bu ishonchsizlik emas, bu tartib. Masalan, bolam, pensiyam qancha tushdi, qanchasi dori darmonga ketdi, qanchasi kommunalga ketdi, qanchasi qoldi deb so'rang. Farzandlar ham buni to'g'ri tushunishi kerak. Keksaning puli keksaning hayot sifatini yaxshilash uchun. 8-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. 30 avgustgacha pulingiz kuyadi. Men hozir chiqarib beraman. Kartangizni menga bering.
SMS kodini ayting. Bankdanman, hisobingizni tekshiryapman degan qo'ng'iroqlarga ishonmang. Juda ko'p firibgarlar aynan keksalarni nishonga oladi. Ular qo'rqitadi, shoshiltiradi. Hozir qilmasangiz kech bo'ladi deydi. Haqiqiy bank yoki davlat xodimi sizdan telefon orqali maxfiy kod so'ramaydi. 9-qadam agar pul haqiqatdan qaytarilib ketgan yoki foydalanib bo'lmay qolgan bo'lsa, baribir qo'l siltab ketmang. Sababini aniqlang. Agar sizga xabar berilmagan bo'lsa, texnik xatolik bo'lsa, karta ishlamagani sabab bo'lsa, sog'ligingiz tufayli murojaat qila olmagan bo'lsangiz, ariza yozib ko'rish mumkin. Arizada vaziyatni tushuntiring. Qachon pul tushgan, qachon bilganingiz, nima sabab ishlata olmaganingiz, hozir nima so'rayotganingiz, ba'zi holatlarda qayta ko'rib chiqish imkoniyati bo'lishi mumkin. Natija kafolatlanmaydi. Lekin murojaat qilish huquqingiz bor. 10-qadam rasmiy ma'lumotni saqlab qo'ying. SMS bank ko'chirmasi ariza nusxasi, javob xati, chek va kvitansiyalarni tashlab yubormang. Ayniqsa maqsadli yordamni ishlatgan bo'lsangiz. Cheklar kerak bo'lishi mumkin. Kelajakda pulni qayerga ishlatdingiz degan savol tug'ilsa hujjat bilan ko'rsatasiz. Aziz yurtdoshlar, bugungi mavzuda eng asosiy fikr shuki. O'timi avgustgacha ishlatilmagan pullar kuyadi degan gapni eshitganingizda darhol vahimaga tushmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Avvalo pulning turini aniqlang. Oddiy pensiya bo'lsa, odatda u sizning shaxsiy mablag'ingiz. Kompensatsiya yoki maxsus to'lov bo'lsa, unda muddat va foydalanish sharti bo'lishi mumkin. Eng katta xato tekshirmaslik. Eng to'g'ri yo'li bankdan ko'chirma olish, mahalla yoki ijtimoiy himoya organidan aniqlashtirish. Hujjatlarni tayyorlash va muddatli mablag'ni oxirgi kunga qoldirmaslik. Agar aql pensioner bo'lsa, bugunoq uning kartasini, tushumlarini va telefon raqamini tekshirib qo'ying. Bu kichkina ish bo'lib ko'rinadi. Lekin ba'zan aynan shu tekshiruv keksalarimizning pulini, asabini va vaqtini saqlab qoladi. Sizning hududingizda ham shunday xabarlar tarqalyaptimi? Pensiyadan tashqari yordam pullari bo'yicha muammo bo'lganmi? Izohlarda yozing. Men va boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga albatta yetkazing.